qilyapsiz? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa biza tungi necha bo'ldi soatlarimiz? 11 bo'ldimi ekan? Inshaalloh tungi 11 ga mana biza Kotelnikiga yetib keldik. Примерно 1,5 sutka atroflari sal ziyodroq bo'lishi mumkin bo'lsa, bu migalkalik kudaga deydi bu. Shu. İnşallah mana yetib keldik. Hammasi juda a'lo darajada. Kotelniki metroga xolasa samolyotimizni qo'ndiramiz hozir. Urgut havo yo'llari. Urgut havo yo'llari. Akalarimiz bilan juda chiroyli tarzda borib keldik. Xudo xolasa dokumentlari borlari, yo'qlari bemalol hamma borib keldi mana. Savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kommentariyaga yozaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha javoblarni beramiz. Like'ni bosingizlar, like'ni. Like'ni bosib kommentariyalarda yozish, esdan chiqmasin, fikrlaringizni bildirish. Mana shu like'laringiz uchun mana shu videolarni chiqarib xalqqa ko'rinib turibmiz. Mana inshaalloh Kotelniki zonasiga yaqinlashib keldik. Zapravka Samjovdek. Mana ko'rib turganlar bo'lsa, bu zonalarni yaxshi taniydi. Azinkidan Pramoy M5 yo'nalishi bilan Kotelnikiga qarab yetib keldik. Urgut kishi urgut. Turing hozir boramiz. Lekin yoz payti aka juda shu sassiq bo'ladi-ya. Mana inshaalloh. Alhamdulillah biz yetib keldik manzilimizga. Juda ham chiroyli tarzda. Har doim keladigan joyimiz yurtdoshlar, mana shu yer metro Kotelniki. Akalarimizni, yurtdoshlarimizni olib kelib mana shu joyga har doim saqlaymiz. Mana do'stlar, xudo xolasa metro Kotelniki atrofiga kelib turib qo'ndik. Inshaalloh biz bilan birga. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Kelishlar qanday bo'ldi aka? Zo'r xudo. Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, hammasi yaxshi aka, tez keldik. Ha, davolanmisiz? Sizga rahmat, xudo shukr aka, hammasi zo'r bo'ldi. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Hammasi sizga. Aka, qanday bo'ldi kelishlar? Zo'r, yaxshi rahmat. Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, zo'r, hammasi zo'r. Davolanmisiz ishqilib? Men davolayman. Ha, rahmat katta. Ligadan salom. Ha. Akalarimiz bilan bitta turib olamiz. Aka, assalomu alaykum. Urgut havo yo'llari bilan Zo'rmisiz aka? rahmat Allohga shukr. Borib kelishda qanday bo'ldi aka? Zo'r bo'ldi, ajoyib. Urgut Ko'ngildagidaymi? havo yo'llari bilan borib keldik. Ha. Zo'r. Xursandmisiz? Juda ham xursandmiz. Ha. Boringizga shukr. Ota-onangizga ming rahmat. Rahmat. Ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Borib kelsa bo'ladimi? Turuvchilarga albatta tavsiya qilamiz. Dokumenti bor, yo'q, hammaga tavsiya qilib qolamiz. Like'larni bosib tarqatingizlar. Shu kirdi chiqdi xizmatlari bo'lsa, hech ikkilanmay telefon qilaveringizlar. Rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin aka. Alloh rozi bo'lsin. Hadiyat jigarlarimiz bor mana. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Allohga shukr. Qanday bo'ldi? Reyslar ko'ngildagidek bo'ldimi? Отлично. O'ylaganimdan ham zo'r bo'ldi. Ardemda shu bilan chiqsam, Ardemga 1,5 sutka, 2 sutkada уже kirib chiqib kelamiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin akalar, hammalaringizga. Mana bu yerda jigarimiz bor. Aka, qandaysiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, alhamdulillah, mazkur kivollik. Halolingiz bo'lsin. Har kimga emas aka. Qanday? Odamlar musofaga qadrdonlar oson emas. Akaga qo'yil gap yo'q lekin. Reys ko'ngildagidek bo'ldimi aka? Chegaraga borib, yo'l yo'qni ko'rsatib, mashinadan tushirmasdan, даже gaylarga bizlarni ko'rsatmasdan, короче, hammasi gap yo'qda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mashinadan tushganimiz yo'q, bironta militsiya garant qilgani yo'q. Hammasiga o'zlari tushib, xarajat bo'lsa xarajatni berib, to chegaragacha ham даже o'zimizdan borib, o'sha hamma qarshi pechatdan boshqami, reyestrga tushganmi farqi yo'q. Pechatlarni o'rdirib, mana 90 olib kelib qo'ydilar. Rahmat. Ishlaringizga omad. Alloh rozi bo'lsin aka.